Assalomu alaykum aziz obunachilar. Podkurish Samarqand Safedidagi obyektini xudo xolasa полностью подмаяк shkaturkasini va перегородкalarini tamomladi. Xudo xolasa hozir bitta-bitta ko'rsatib o'taman. Bu birinchi etajimiz. Bu yerga teraska edi. Uni olib tashlab gipsokardon bilan bu yerga bo'ldik. Bitta spalni qildik, bitta zal. Bu yerda ichkarida bitta sanuzl qildik. Bu yerlar ham mana полностью подмаяк tayyor hammasi. Bu yerda hovliniki общий montajlar, kolcholar qo'yilmaganda kolcholarni qo'yib chiqdik, joylarni almashtirdik. Mana bu zalimiz ham xudo xolasa tayyor. Hozir bitta yuqorini ko'rsatib o'taman. Bu yer взрослый spalni, bu yerlardan svetlarning joyini almashtirdik. Bu yer ham atmoslar ham tayyor, devorlar ham podmayak xudo xolasa tayyor. U yerda o'zi mana bu xonamiz ham tayyor. Hozir birdan yuqoriga chiqamiz. Bu yerda ikkita xona. Bu esa o'sha Titanic xonamiz. Bu yer почти 18 metr. Bu yerni ham bo'ldik 3 ga, перегородка qildik. Bitta sanuzl qildik. Bu взрослый spalni. Bularni ham simlarini переделка qilib qo'ydik. Bu yerga bitta hol bo'lyapti o'rtada va bu yerda детский xona. Bu yer детский xona. Bu yerlar ham podmayak полностью bo'ldi, перегородкалар bo'ldi. Elektromontajlar bo'ldi. Bu yerga bitta rezervni отдельный xona. Xudo xolasa endi patologni boshlaymiz, nasib bo'lsa, gipsokardonni urib, keyin malyarkani boshlab yuboramiz.